Assalomu alaykum azizlar, men Sakina Zafarovna, logo bilim va logoped asoschisi, logoped, defektolog va bolalar psixologiman. Bugun YouTube sahifamda aynan konsultatsiyalarimiz haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. May oyini ham yakunlab olamiz. Ana endi yoz fasli boshlanadi. Yozda qanaqa muammolar ko'proq bizga aynan markazlarimizga murojaat qilinadi? Ya'ni maktabga tayyorlaydi ko'pchilik yoki birinchi sinf, ikkinchi sinf bo'lgan farzandi bo'lgan bolalar keyingi sinfga o'tishga qiynaladi. Ya'ni disgrafiya, disleksiya, o'qish yozishdagi muammolar, kognitiv jarayonlarni, akademik ko'nikmalarni qabul qilishga qiynalishadi. 3-sinfni yakunlash jarayonida baholari 2 yoki 3 ga tushib ketadi. Repetitor olsa ham, zo'r mutaxassisga olib borsa ham bola nimagadir o'qishni yozishni bilmaydi, qabul qila olmaydi. Mana shunaqa muammolar bilan ko'p kelishadi va 3 oy yoz davomida bizni defektologlarimiz, ya'ni disgrafiya, disleksiya, ya'ni aytishingiz mumkin bu qanaqa diagnoz deb, ko'pchilik bolalar o'qishni va yozishni bilmasligi, harflarni o'rgatsangiz ham harf bilan tovushni bitta ekanligini tushunmasligi yoki bo'lmasa diktant yozishni bilmasligi, diktant yozishdan oldin fonematik sluhda muammo bo'ladida, bola diktantni noto'g'ri yozadi. Ya'ni yozolmasligi ham mumkin. Bu fonematik sluh deganingizda nima deyishingiz mumkin? Agarda u bolaning nutqi kech bo'lgan bo'lsa, agarda u bolada tovushlar talaffuzida judayam ko'p tovushlar talaffuzida muammosi bo'layotgan bo'lsa, masalan 5 ta 6 ta tovushlarda muammosi bor va u bola diktantni doimo xato qilib yozadi. Ustozi ustidan chizib tashlab 2 yoki 3 qo'ysa ham ahamiyat bersangiz, u keyingi safar staratsiya qilsa ham, ya'ni harakat qilsa ham shunda muammo bo'laveradi. Yoki bolani ko'ngli bezib qoladi. Xohlamayman, hammani oldida izza bo'lyapman, o'qigim kelmayapti, sinfdoshlarimni oldida uyalib qolyapman deydigan narsalar ko'p bo'ladi. O'shanda bilingki, yoki farzandingiz nutqi kech rivojlangan yoki bo'lmasa qachonlardir diagnoz bo'lgan, ya'ni aqliy salohiyati kechikkan bo'lgan yoki bo'lmasa tovushlar talaffuzida muammosi bo'lgan. Ya'ni siz 5 yoshgacha bolangizni 5 ta 6 ta tovushda muammosi bo'lsa ham logopedga bormagansiz va maktabga chiqqanda qiynaladi. Yoki bo'lmasa yaxshi gapira olmaydigan, ya'ni grammatik jihatdan so'zlarni qo'shib gapirishga qiynaladigan bolalarimizni xohlasak ham, xohlamasak ham, istasak ham, istamasak ham ularda albatta o'qishda, yozishda muammo bo'ladi. Chunki siz bu muammoni oxirigacha yechmagan bo'lasiz va ayniqsa yozda bizda bunaqa diagnozdagi bolalarimiz ko'payib ketadi. Ko'pchilik lagerga emas yoki bo'lmasa dam olish maskanlariga emas, kelasi yil sentyabrda bolalarga yetib olsin deb ota-onalar tirishqoqlik bilan harakat qilishadi. O'shanda bemalol bizani markazimiz logoped va logo bilimi 11 ta filiali bor, bemalol olib kelishingiz mumkin. Biza 3 oy davomida defektologlar bolalar bilan ishlab berishadi. Logopedlar nutqida muammosi bilan ishlab berishadi. Undan tashqari neyrokorreksion ishlar olib boriladi. Ikkita miya yarim shari bilan ishlash, bolalarni ya'ni shu holatini yengillashtirish, jamiyatda o'zini o'rnini tutish, shu ustida ish olib boriladi. Yoki bo'lmasa siz bolangizda diagnoz borligini bilgansiz, ahamiyat bermagansiz, o'tib ketadi degansiz, ZPRni yengil ko'rinishi, sensor dezintegratsiyadagi bolalarimiz va hokazo shunaqa diagnozdagi, MMD diagnozdagi bolalarimizni maktabga chiqqandan keyin ota-onalar nimaga qabul qila olmayapsan, nimaga o'qiy olmayapsan, hamma bola o'qiganda nimaga sen o'qiy olmayapsan deb ota-onalar boshiga ruchkani tirab turishadi. Yoki bo'lmasa ustozlardan vechni jalba bo'ladi. Bolangiz o'tira olmayapti joyida, bolangiz turib yurib ketyapti, bolalarga xalaqit qilyapti yoki bo'lmasa o'z-o'zidan turadi, kuladi, doskaga chiqadi, narsalarni otadi. Ya'ni xulq atvori buzilgan va jamiyatda o'zini to'g'ri tutishni bilmaydigan, o'z xulqini o'zi boshqarishni bilmaydigan va har kimni qanday roliga qarab moslasha olmaydigan bolalarimiz ham juda ham ko'p. Aynan 3 oy davomida biz shunaqa bolalar bilan ham ishlab beramiz. Aziz ota-onalar,
Farzandimiz bu bizni kelajagimiz. Farzandimiz bizni eng shirin va judayam slabiy joyimiz desak ham bo'ladi. Shuning uchun vaqtlarni yo'qotishinglarni emas, aynan vaqtida bolaga yordam berishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Buning uchun mani jamoam o'z bilimlari bilan, o'z kuchi bilan, o'z mehnati bilan, o'z tirishqoqligi bilan va jasorati bilan sizni farzandingizga yordamga, ko'makka keladi. Bemalol farzandingizni bizga topshirishingiz mumkin. Biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz va biz shu sohada eng yaxshisi bo'lishga harakat qilyapmiz va harakat qilamiz ham. Shuning uchun mani jamoam Logo bilim jamoasi 160 tadan oshiq mutaxassislarni o'z ichiga olgan va o'zimni konsultatsiyalarim bo'lib o'tgandan keyin har bitta bolani individual xususiyati, ya'ni diagnozi qanaqa va unga qaysi mutaxassisim kerakligini o'zim tavsiya beraman va diagnozlarni qo'yaman va 3 oyda doimiy postli pedagoglarim bilan birga natijalarni ko'rsatamiz. Shunaqa bemalol farzandingizni bizni jamoaga ishlamay topshirishingiz mumkin.